Sentyabrda O'zbekistonda elektromobillar savdosi oylik rekordni yangiladi. Sentyabr oyida yengil avtomobillar savdosi 84,6 ming donani tashkil etib, avgust oyiga nisbatan 6,4% ga kamaydi. Shu bilan birga 7,8 ming dona elektromobil sotildi. Bu avgust oyiga nisbatan 21,6% ga ko'pdir va rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. O'zbekistonda yengil avtomobillar savdosi ketma-ket ikkinchi oy pasaymoqda. Bu haqda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi O'zbekistondagi avtomobil bozori dinamikasi bo'yicha tahlilida aytdi. Shu bilan birga Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida savdo hajmlarining o'sishi kuzatildi. 2025-yilning 3-choragida sotilgan yengil elektromobillar soni 20,7 ming donani tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2,2 barobarga o'sgan. Eng yuqori o'sish Toshkent shahri, Toshkent va Samarqand viloyatlarida kuzatildi. Eslatib o'tamiz, avgust oyida ikkilamchi bozorda 2700 ga yaqin elektromobil sotilgan edi. Bu iyulga nisbatan atigi 0,6% ga ko'p.